Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi obyektimizni ishga tushirdik. Bu yerda biz faqat tokka isitamiz. Sovuq kunlar boshlandi. Tentlarimizni qo'shib berdik. Bacho'chamizga ikkita tent qo'yganmiz. Bittasi 3 kilovatli, bittasi 6 kilovatlik. Sistemamizga antifriz qo'yganmiz. Keyinchalik antifrizda yuvish uchun suvni ham ulab qo'yganmiz. Sistemani tozalash kerak bo'lsa, silif qilib qo'yganmiz. Silifni dushga chiqarib yuborsa bo'ladi. U yerdan tozalab sistemamizni очистка qilish uchun shunday ishlarni qilib qo'yganmiz. Bu yerda biz antifriz orqali 7 ta radiatorimizni isitamiz. Inshaalloh 3 faza kelgan. Bu narsalar tentimizni boshqaradi. Bitta puskatel qo'yganmiz. 3 kilovatli tentimizga 0.9 ga 10 lik puskatel, 6 kilovatliga 32 ga 10 lik puskatelimiz. Avtomat orqali hammasini boshqaramiz. Bu yerda shu tentimizning miyasi yig'ilgan. Xo'p. Mana shunday holatda do'stlar. Hozir qo'shib qo'ydik. Yarim soat, 1 soatda inshaalloh radiatorlarimiz isishni boshlaydi. Bu yerlarni ham sanuzellarni ham chiqarib berganmiz chiroyli qilib. Bu tomonda hojatxona rakvinalarimiz qo'yib berganmiz. Bu yerlarni ham montaj qilib berganmiz. Xo'p. Bu tomonlar mana radiatorlarimiz. Radiator, bitta radiator, bir spalnikka. Prixoshkani kafil qilganmiz. Bu yerga bitta 2 metrli radiator isishni boshlabdi уже. Mana shunday holatda remont bo'lgan. Remontlarni ham o'zimiz qilib berganmiz. Bo'ldan bu yerni. Bu yerimiz balkon. Shahrixon shahrini bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar. Mana shunday holatda 3-etaj mansarda bu yer. Bu yerni spalniya qilingan. Mana shunday holatda. Xo'p. Bu tomonimiz mehmonxona, ya'ni gastinli bo'ladi. Ikkita radiator ilganmiz. 60 ga 1.60 lik. Bu ham inshaalloh bu yerlarni ajoyib tarzda isitadi. Radiatorlarimiz isishni boshladi. Bu tomonga shkaf, ya'ni mebel yig'iladi. Mana shunday holatda do'stlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilaverasizlar. Ya'ni отопление, santexnikaga oid xizmatlar, отделка ishlarni ham o'zimiz ukalar, bratishkalar chiqarib beradi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.